Videoda qanday taassurot qoldirganingizni kommentarlarda yozib qoldiring. Nisbatan profillardan ko'ra chiroyli yoz chiqadi. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Mana biz bugun Farg'ona shahar Oltiariq tumaniga keldik. Bu obyektimiz 15 kVtli bo'lib, panellarimiz Solar Spice va metall konstruksiyalarimiz asinkovkalikdan. Hozir asinkovkalikni ham biroz sizlarga aytib o'taman. Inverterimiz Huawei qo'yganmiz. Buni ham hozircha ko'rsatamiz. Asinkovkalik metall konstruksiya nimasi yaxshi? Xonadonda agar ko'rkini buzib qo'ymoqchi bo'lmasalaring, masalan, bu asinkovkalik nisbatan profillardan ko'ra chiroyli yoz chiqadi. O'shaning uchun agar o'sha xonadonda chiroyli tursin, nafaqat quyosh panellaridan tok sotay, masalan, uyda ham to'g'ri chiroyli tursin desalaring, asinkovkada ishlashlari mumkin. O'rnashi chiroyli yoz chiqadi profildan ko'ra. Profilni ham bizda endi krasyak beramiz, lekin asinkovkaga chiroyli chiqmaydi baribir. Shuning uchun asinkovka o'sha chiroyga, agar chiroyga nima bo'lsa, asinkovkadan qo'yaverish kerak. Hozir borib sizlarga inverterdan qo'yamiz. Ikkinchi realimiz turibdi. Qo'shish mumkin. 15 kW ikkita reaktor qilib tomga o'rnatib berdik. Hozir inverter ko'rsatamiz. Mana inverterimiz ham Huawei inverterlari bozordagi eng sifatli, eng qimmat hisoblanadi. Mana Solax'imiz bor. Bizi masalan ishonchimiz ancha Ideaga yaxshiroq, chunki Idea inverterlarni juda ko'p o'rnatganmiz. Huawei ham juda yaxshi, buni garantiyasi ko'proq, juda qimmatroq bo'ladi. Ko'rishlar mumkin, shitimiz shu tarzda qo'yilgan. AC avtomatimiz masalan DC chaqmoqdan qarshi pedagoglarimizni qo'yib berganmiz. Shu ko'rinishda qilib berilgan, hamma yo'q. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga chiqing. Videoda qanday taassurot qoldirganingizni kommentarlarda yozib qoldiring. Tilak sizlardan rahmat, sog' bo'linglar.